Mana 12-yil, 2026-yil. Mana paxtaga suv qolib, mana Makkaga beryapti. Mana Makkaga suv ketyapti mana. Atirish tuman Xo'jaqulobod mahallasi. Mana paxta mana bu yerda qurib yotdi. Mana paxta suvsiz qurib yotdi. Ko'rishlaringiz mumkin mana. Paxtani ahvoli. Mana Atirish tumanida paxtaga suv bering deb vazirgacha yolvoryapmiz. Lekin paxtaga suv berish o'rniga Makkaga berib o'tiribdi suvni. Hamma suv Makkada. Mana paxtani ahvoli. Paxta o'zi tamom bo'ldi o'zi mana. Qurib mana so'lib mana. Mana paxtani ahvoli. Mana suv solib qolgan mana shu o'tinga aylanib boryapti mana. Oq gul ko'rsatib o'rgan mana. Paxta tamom bo'ldi mana. Paxtaga suv bermay Atirish tuman suv xo'jalik bo'lim boshlig'i mana Habib degani mana paxtaga suv bermay hamma suvni Makkaga berib paxtani quritdi mana. Hurmat suv xo'jaligi vaziri, sizdan iltimos paxtalarga suv bering. Bu paxta juda suvga kelib qoldi mana. Makkaga suv bermang, iltimos sizdan. Paxtaga suv bering. Suv paxtaga deyilyapti, lekin mana Makkaga ketyapti suv. Mana suv Makkaga boryapti. To'g'ri mana Makkaga sug'oryapti. Paxtalarimiz tamom bo'lyapti mana suvsizlikdan. Atirish tumanida paxtaga suv berilmayapti mana. Hamma suvni Makkaga berilyapti. Paxtalar mana shu ahvolga kelib qoldi. Iltimos paxtaga suv beringizlar.